Siz shu modni Minecraftga aniq qo'shaman deb butun umringizni chiritib yuborgansiz. Shu uchun bu videoda men sizlarning ichinglarni yoqish uchun o'zimdagi bor modlarni sizlarga ko'rsataman. Shoshmanglar. Agar sizlar ham Zerok kabi baquvvat bo'lishni xohlasanglar kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar qancha ko'p obunachi kelsa, o'shancha ko'p video chiqadi. Barchangizga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Imronbek Gaming kanali va aytishingiz mumkinki nega skinning o'zgargan deb, axir profilingdagi surat boshqa-ku deb bu sizlarga qorong'u bo'lsin. Yo'ha. Qisqasi bugun men modlarimni sizlarga obzor qilib chiqmoqchiman va qani bo'lmasam videoni boshladik. Birinchi modim bu sezganinglardek qirada tugmachalar yo'q va bu modni hammasini qayerda olishni oxirida o'rgatib chiqaman. Va lekin hozir videodan chiqib ketmanglar, chunki sizlar chiqib ketsanglar meni videom ham darrov tugab qoladi. Keyin sizlar like ham bosmaysizlar, obuna ham bo'lmaysizlar. Xullas qaysi sandiqda mana. Xo'p, qalqonlarni ham olamiz. Xullas mana bitta uzganimda o'sha hammasi sinib chopilib ketdi. Bunda ham xuddi shunday bo'ladi. Hamma daraxtlarda ishlaydi bu. Juda ham yaxshi mod. Kirkada ham ishlaydi bu, juda esimdan chiqib qolibdi kirkada qilish, uzr so'rayman. Va bu qalqon esa nimaga kerak desanglar, mana kichkina qalqoncha, mini qalqon deyman men buni. Mana juda ham kichkina. Va bu nima desanglar, bu chelak o'sha shahinni modlarda ishlatiladigan mod bu ham. Mana masalan mana buni olib qo'ysanglar bo'ladi boshqa joyga. Ko'rdinglarmi? Hamma narsa ishlaydi. Hattoki jitelni ham olib qo'ysanglar bo'ladi. Xullas jitelni ham olsa bo'ladi. Juda ololmadim. Keyingi modim do'stlar, mana bu ko'rganingizdek ikkita narsa va buni chiqarish juda ham oson. Shunday nastroykaga kirmoqchi bo'lasizlar, faqat kirmaysizlar. Mana shu yerda mana bu turadi mana shu narsa. Va mana shuni bitta bossanglar, o'zi mana bunday bo'lib chiqib keladi menyuga. Va mana bu jitellar juda olinmadi satilga, ya'ni chelakka. Va yana bitta mod, mana bu sandiq, pechka, hamma narsada ishlaydi mana shu narsa. Mana bunday qilsalar, mana ko'rdinglarmi? Hattoki personajning inventarida ham ishlaydi. Mana buni tashlasanglar, qaranglar, bunga bossanglar bitta tushadi. Masalan, sizlarda hozir mana shu bir stak shunday shishalardan bo'lsa, bitta tashlaydi va bu bo'lsa hammasini tashlaydi. Bu ham juda ham yaxshi mod. Lekin sizlar hali ham videomni ko'rib like bosmadinglar, obuna bo'lmadinglar. Do'stlar, obuna bo'linglar, like bosinglar. Bu yangi yilga juda katta sovg'a bo'lardi, chunki hech kim menga sovg'a bermadi. Videoni ko'rganlaringiz uchun hammaga rahmat, hammaga xayr. O'zi sovg'a beradigan yoshdan o'tib ketganman-ku, nima mayli. Bilaman video qisqa bo'lib qoldi, chunki o'sha payt tomog'im og'rib o'tirgan edi. Undan keyin esa bu videoni yozib olish uchun juda ham ko'p vaqtim ketdi. Shuning uchun obuna bo'linglar, xayr. Desam xato bo'ladi, chunki men modlarni qayerdan olishimni aytmadim-ku. Modlarni qayerdan olganim, nima qilganim, hammasini opisiyaniyada tushuntirib qo'yganman. Va albatta keyingi video chiqish uchun likelarni bombillatib tashlaymiz. Sizlar bilan Imronbek Gaming bo'ldi. Xayr. Ko'rishguncha demoqchi edim.